Jasurbek aka, assalomu alaykum. Vodiy Moto kompaniyasining mutaxassisiman. Kvadrotsikl obzorini so'ragan ekansiz. Bu kvadrotsiklimiz 2 tonna yuk ko'taradi. Qizilga qora kombinatsiya qilingan. Oldida troslari 10 metrgacha chiqib, o'zi tortib olish xususiyatiga ega. Oldida led chiroqlari bor. Oldi dugasini o'zi 80 kg yuk ko'taradi. Balon razmerlari 12 ga 10 lik, 250 kublik ob'yom dvigatel bilan jihozlangan. Benzinli bak, benzin tanlamaydi, zamonaviy tablo. Bu samosval hisoblanadi. Bortini razmeriga keladigan bo'lsa 2 ga 1.35 hisoblanadi. Samosval sistemasiga 3 tonnaga kafolat beramiz. Starter bilan ishlaydi. Akkumulyatorlik и knopkada ishlaydi. Bu ko'tarish jarayoni, borti. Knopkasini bosamiz, bort ko'tariladi. Silinderda o'ziga 3 tonnaga kafolat beriladi. Bort tagidan ikkita qalin rama ketgan. Knopkani bu tomonga bosadigan bo'lsak, samosval sistemamiz tushadi. Bu kvadrotsikllarimizni 4 xil varianti bo'ladi. Bu ham kabinkalik, ham samosvalli varianti. O'shuning uchun narxi buni $3500. Buni kabinkasi samosval varianti bor, narxi $3250 bo'ladi. Keyin menga samosval kerak emas deydigan bo'lsangiz, kabinkalik samosval sizi bor, $3200 bo'ladi narxi. Kabinkasi ham bo'lmasin, samosvali ham bo'lmasin deydigan bo'lsangiz, narxi $3100 bo'ladi.